nima qilyapsan? Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima o'g'irlarga o'xshab turibsan? Opam kelgandilar uyga, jiyanlar bilan. Ha. Tog'a kelishingizda shokolad olib keling dedi. Yonimda pulim yo'q edi. Uxlab qolishsa kiraman deb kutib turdim aka. Aksiga olib uyda ham yo'q-da. Nima deysan endi? Erkakchilik bo'lib turar ekanda. Qara, mani magazinga olib tushib kela olasanmi? Benzinim kamda aka. O'mazga qo'shningman-ku. Bo'pti, jiyanlaringga shokolad olib beraman. Bu boshqa gap. Davay.